Nima olding? Dovcha. Senchi? Qaray. Nima olding? Dovcha. Kimning bog'idan dovcha olding? Sizning Ismim nima mening? jonliga Qaytib olsang nima qilaman? o'ldiring. Nima qilaman? O'ldiring. Nima qilaman? O'ldirasiz. Nima qilaman? Yuqoridagi videoda ko'rganingizdek, noma'lum shaxs o'ziga tegishli bo'lgan bog'ga o'g'irlikka tushgan jinoyatchilarga dakka berib qo'yish bilan ovora. Bu videoda men bolalarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berish masalasi emas, balkim ularning huquqlari davlat himoyasida ekanligi haqida gapirmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 78-moddasida bola huquq va erkinliklari hamda ularning qonuniy manfaatlarini ta'minlash davlat majburiyati ekanligi belgilab o'tilgan. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga ko'ra bola huquqlarini ta'minlash masalasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri bu bolalarni har qanday shakldagi zo'ravonlikdan va ularning turli xil shakllaridan himoya qilishi hamda ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymasligi aynan davlat siyosati darajasida ekanligi belgilab o'tilgan. Ya'ni videodan ko'rdikki, bolalar noto'g'ri ish qilgan bo'lishi mumkin, lekin ularga nisbatan bunday turdagi haqoratni ishlatilishi, kamsitilishi yoki boshqa turdagi zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirilishi ham to'g'ri emas. Bu bevosita voyaga yetgan shaxs tomonidan amalga oshirilayotganligi sababli bu jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi ham mumkin. Xo'p, undan tashqari bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunning 10-moddasiga ko'ra davlat tomonidan huquqiy choralar ko'rilishi, ya'ni bolalarning kamsitilishi yoki ularga o'sha zo'ravonlikka uchrashi natijasida davlat tomonidan huquqiy choralarni amalga oshirilishi ham belgilangan. Bu videoga like bosib, izohlarda o'zingizning fikrlaringiz bilan bo'lishing hamda tanishlaringizga yuborib qo'ying. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan o'sha kamera orqasidagi shaxsga nisbatan jazo choralari qo'llanishidan umidvormiz.